Patalonni ko'ryapsizlarmi? Bitgan remont, emulsiya qilinmagan, gips karton qilinmagan, такой epoksidniy qilib gruntovka qilib qo'yilgan. Monolит shundoq ham toshlari chiqib turibdi o'rtoqlar. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda galagelni o'tkazib qo'yilgan. Sizlarga o'zi mana shunaqa loft stilidagi dizaynlar yoqadimi? Qaranglar. Bo'pti, o'tiribsizlar. Mana bu yerda ham короче kompaktniy qilib foydalanganda 40 kvadratlik kvartira o'rtoqlar. Hammaga nasib qilsin. Videoni hozirdan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Mana shunaqa uylar nasib qilsin deb niyat qilib qo'yinglar. Bunaqa spalnilar, uni yopib qo'yasizlar. Oshxonadagi, kuxnyadagi hidlar kirmaydi. Bemalol gaplashib, yotaverasiz televizor ko'rib, yo ko'rinmaydi. Ochgandan keyin ham orqada balkonlari bor. Navoda ani charchab qizib ketirgan bo'lsanglar, shunda balkonga chiqasizlar. Mana bu yerda vid ko'rib turasizlar. Qalay, qahvani ichib, ertalabdan. O'zi melatonin ajraladigan payt, mana shu payt bo'ladi-da. Haqiqiy qop-qorong'i joyda uxlash. O'shaning uchun svetlarni o'chirib, yorug'liklardan maksimalli qochib uxlaylik maslahatim. O'shanda ertangi kuninglar energichniy, baquvvat, zabardast kun bo'ladi. Mana shunaqa remontlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqa chiqarasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.